Marjorie Taylor Greene Trump 2028 yil saylovini bekor qilish uchun urushni bahona qilishidan qo'rqadi. Bildirishnomalarni brauzer sozlamalarida boshqarish mumkin. Trumpning sobiq sodiq vakili Marjorie Taylor Greenening aytishicha, u prezident Trump 2028 yilgi prezidentlik saylovlarini bekor qilish uchun urushdan foydalanishga urinishidan qo'rqadi. Epstein fayllarini oshkor qilishga chaqirganidan keyin prezident bilan yomon munosabatda bo'lgan Green, Trump saylovlarni bekor qilishni nazarda tutgan uchrashuvga ishora qildi. Men xavotirdaman, dedi Green payshanba kuni Alex Jones Liveda va u buni hazil bilan aytdi. Ammo shu bilan birga, prezident Trumpni bilib, men bunga qaradim va u buni hazillashyaptimi, bilmayman, deb o'yladim. Shou boshlovchisi va taniqli fitna nazariyotchisi Jones aralashdi. Men bu klipni eslayman. Odamlar shunday qilishadi. Psixlar shunday qiladi. Trump o'tgan avgust oyida oval kabinetda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan gaplashar ekan, hozirda mashhur bo'lgan gapni aytdi. Uchrashuvda Trump 2022 yil Rossiya mamlakatga bostirib kirganidan beri Ukrainada prezidentlik saylovlari o'tkazilmaganiga ishora qildi. Shunday qilib, siz urush paytida saylovlar o'tkaza olmaysiz, dedi o'sha paytda. Britaniya qo'shinlari London metrosidan Rossiya bilan urushga tayyorgarlik ko'rmoqda. Britaniya askarlari London metrosidagi platformadan Rossiya bosqiniga qarshi kurashmoqda. Bu urush Buyuk Britaniya mudofaaga ko'proq sarmoya kiritishi yoki mag'lub bo'lish xavfini ochib beradi. Ukraina hujum xavfi tufayli Belarus bilan chegara xavfsizligini kuchaytirmoqda. Ukraina payshanba kuni Rossiyaning bosh mintaqaviy ittifoqchisi hududidan yangi hujum uyushtirilishi mumkinligi haqida bir necha hafta ogohlantirgandan keyin Belarus bilan chegaradosh hududlarda xavfsizlik choralarini kuchaytirayotganini aytdi. Kiyev Rossiyaning 2022 yil Ukrainaga bostirib kirishi uchun tramplin bo'lgan Belarusdan shimoldan, jumladan, poytaxt tomon yangi hujum uyushtirish uchun foydalanishi mumkinligidan xavotir bildirdi.